Salom mening hurmatli libinchiklarim. Men anchadan beri 2 kundan beri post qo'ymaganimga YouTube'lar zerikarli bo'lib qoldi. Ijtimoiy tarmoqlar zerikarli bo'lib qoldi deb kommentlarimga yozyapsizlar. Ha, endi boshlaymizda 2 kun ishim chiqib qoldi. Joyga borib kelgandim. Bugun sizlar bilan qirda mol to'laymiz. Qo'ylarni sanaymiz. Mana kommentlarimga begona odamlar yozyaptilar. Kim bo'ldi? Jonga tegdi. Blogerlar ham ko'payib ketdi. Endi blogerlar ham blogerlikka o'tib ketdi. Bloger bo'lmayman deganlar ham deb yozyapsizlar. Xohlaganimizni qilamiz. Bizga yarashadi blogerlik. Juda ko'p odamlardan ko'ryapman. Kommentlarimda hamma aytyapti. Jonimizga tegib ketdinglar blogerlar deb. Ko'rmasin YouTube, ko'rmasin ijtimoiy tarmoqda. O'tkazib yuborsin agar yoqmasak. Bari shunaqa odamlar mashhurga keldi. Urib yuboraman da oxiri borib. Juda ko'p asabimni buzyapti-da shular o'zi. Ha, mayli. Ularga ham shunchaki kulib qo'ydim. Xayr, men mol to'laylik. Keyingi postlarimgacha.